Amazon ko'z aslida dahshatli makon. Yashil o'rmonlariga, jannat makon manzaralariga umuman aldanib qolmang. Kerak bo'lsa mahalliy aholilar ham Amazonkani yashil sahro deb atashadi. Chunki u yerda oziq-ovqat topishni deyarli imkoni yo'q. Har qadamingizda zaharli hasharotlar, zaharli o'simliklar va hayvonlar kutib turadi. Qorningiz ochdimi? Ovqat topishda omad tilayman. Agar u paytgacha siz kimnidir ovqatiga aylanmagan bo'lsangiz, bu yer nafaqat o'zini vahshiy tabiati bilan dunyoni dahshatga solgan, bu yer ham o'zini tushuntirib bo'lmaydigan nazariya va afsonalarga to'la. Asrlar davomida olimlar va sarguzashtchilar Amazonka o'rmonida yo'qolib ketgan qadimiy sivilizatsiyani izini qidirishadi. Eng mashhurlardan biri Z shahri. Rivoyatlarga ko'ra, bu shahar oltin va sirli bilimlarga to'la bo'lgan. 1925-yilda ingliz tadqiqotchisi Percy Fawcett Z shahrini topish uchun ekspeditsiya bilan o'rmonga yo'l oldi va uning jamoasi siz g'oyib bo'lgan. Bekzod bobo, siz nima deysiz? Qo'li kallamda ekan, yoshligim eslatib yubordi. Men qatdan bo'laman. Sizlar yaxshi bilasizlar, men oddiy keksaman. Ba'zi nazariyalarga ko'ra, u o'sha sirli shaharni topgan va mahalliy aholiga qo'shilib yashab ketgan. Boshqalar esa uni o'rmon yutib yuborgan deydi. Bu yer nafaqat hayot uchun o'ta xavfli, balki hali ham ochilmagan sirlar, kashf qilinmagan mavjudotlar va yo'qolgan tarixni o'z ichida saqlaydi. Balki u yerda hanuzgacha insoniyatlardan yashirinib kelayotgan sivilizatsiya bor. Ma'lumot uchun katta rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. Bo't ekan, like bosmagan, meni muxlisim emas ekan.